Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. She'r yo'shirin ongning til belgilari orqali oshkorlanishi, odam sezgillarining olamga chechilishi, u shoirning mahbiyati, hatto o'zgim ayam bo'lmagan mahbiyati. She'r turmushning rang tusi, turmushning munojoti. She'r hayotimizda bizga yana yep-yangi bir dunyoni tug'ib berdi. Qadrli ko'rman do'stlar, biz bugun memleketlik Osonliq millatlar adabiyoti bo'yicha berilgan eng oliy sharaf Tulpar adabiyot mukofotiga erishgan Ovozliq o'qiya nomli she'rlar to'plami haqida to'xtalamiz. Bugungi suhbatimizga ikki aziz mehmonni daxil qildik. Bulardan biri Şinjan Ma'rif Nashriyatining kandidat oliy muharriri, Ovozliq o'qiya nomli she'rlar to'plamining muallifi, tanilgan shoir Voyitchan Osman efendi. Yana bir mehmon Şinjan Ma'rif Nashriyatining oliy muharriri, Ovozliq o'qiya nomli she'rlar to'plamining mas'ul muharriri, tanilgan shoir, yozuvchi Parat İlyas efendi. Bir şiirini o'qish, uni ko'zimiz bilan anglash demakdir. Shoir o'zining hamma she'ridan rozi bo'ladi, ham menga rozi bo'ladi. Oddiy bir hissiyatni güzel qutlarlar beralsa, shuni she'r bo'ldi. Voychaka Ovozliq o'qiya nomli bu she'rlar to'plamingiz 10-navbatlik Osonliq millatlar adabiyoti bo'yicha taqdirlangan eng oliy sharaf mukofoti bo'lgan Tulpar adabiyot mukofotiga erishibdi. Bu munosabat bilan men sizni qizg'in tabriklayman. Endi yaqinda bu mukofotga qaytib kelibsiz. Balki mush mukofotga erishish jarayoningiz va mukofotlash yig'inininki his-hayajonlar qalbingizda tehi besilg'ini yo'q. Mushkil kayfiyatning sizga nima bilan tegizdiganligini anglab boqamiz va. Bu 3-oyning oxirlarida Abnurayliq Yazuvchilar Jamiyati bu yilgi Tulpar adabiyot mukofoti yig'inining ochildiganligi, bag'lash faoliyatining ilib berilganligi to'g'risida menga bir ma'lumot berdi. Bu she'rlar to'plamingizni, Ovozliq o'qiya nomli she'rlar to'plamingizni bu qatimqi shu mukofotlash faoliyatiga qatnashtirib boqsangiz, balkim buning natijasi yaxshi bo'lib qolar degan. Muşnaq bir fikirga asosan men bir qism tayyorliklarni qilib, bu Ovozliq o'qiya nomli bu to'plamni shu Şinjan'ınki dastlabki bağılışı sundum endi. Oraliqda hali vaqtlar o'tdi. Keyin bu memleketlik Tulpar mukofotining dastlabki shu nomzodlarini to'rda e'lon qildi. Yozuvchilar to'rda e'lon qildi. E'lon qilgandan keyin men buning mushunaq bir ish bo'pti deb to'liq xursand bo'ldim. Xursand bo'lib keyin bu dastlabki eserlerinin özü, kitapның özü 75 parça eser bulup, bunun içinden fakat 25 parçasını tallaydı ki degan haberni anlap kaldım. Anlagandan keyin bu andım mende bir xil ciddileş keyfiyat paydo bo'ldi. Keyin eng oxirgi natijada o'sha 25 kitapningki birisi bo'lib Tulpar mukofotiga erishdi. Bundan to'liq xo'shallik ustiga xo'shallik bo'ldi. Tulpar mukofoti bağlash heyeti uqtirish o'tib 9-oyning 17-kunisidan 21-kunisigacha Beijingda shu 5-navbatlik Osonliq millat adabiyot ijodiyot muhokamasini ham Tulpar mukofoti taqtish yig'ini ochildiganligi to'g'risidagi xabarni yetkazdi. Bu shundan bilan tayyorlik qilib 9-oyning 17-kunisi Beijingga bordim. Beijingga borgandan keyin 9-oyning 18-kuni 5-navbatlik Osonliq millat adabiyoti ilmiy muhokama yig'iniga qatnashgan yozuvchi, shoirlar, vakillar va Tulpar mukofotining sohiblari Xalq sarayida Li Changchun boshliq bir yurish partiya va hukumatningki bir qism rahbarlarining qabul qilishiga erishdik. Bu mukofotning o'zi 80-yildan 80-yillardan boshlab hozirgacha 30 yilga yaqin vaqt ichida 10 qatim mukofot taqtish faoliyati o'tkazilgan ekan. Endi bu qatimqi shu 10-qatimlik Tulpar mukofotini taqtish marosimi boshqa mukofotlar taqtish marosimidan sal farqli ekan.
Birincisi bunundaki fark, bununda mukopatlangan adamın sani kıskartılgan. İkincisi mukopot summasi köpeygen. Ondan devletninki münasebetlik tarmoqlari bu mukopotga asonlik millatlarninki mushu tulpar mukopotiga alohida ko'ngil bo'lgan mushunaq bir jarayon, mushunaq bir vaqtga to'g'ri kelgan mukopot. Shuning bilan bizmi endi bu haqiqiy cho'ng mukopotgan, biz endi mushunaq bir sharafga erishdik bo'lib, men mushunaq bir sharafga erishganligimdan intayin xursand bo'lib qaytib keldim. Baratganda Tulpar Edebiyat Mükafatı'nın bağlaş ölçemlerinin ait qattiq bo'lganligidan biz xabar topdik. Ondaqda sizce şu Avaz Oqya nomli she'rlar to'plamininki yorqin nuqtalari qaysi taraflarda bekaraq ko'zga tashlanadi? Endi men bu Vaychaning she'rlarini, bu to'plamni ko'rishdan burunma o'qib turardim. Men Vaychaning she'rlarini bir qizg'in o'qirman. Mening eng dastlab o'qigan she'rim Vaychaning bir Podichi Tozakning qo'lidagi ney degan she'rni o'qigandim. A she'rda bir mundaq bir sodda bir xiyol, sahrolarniki bir go'zal manzarasi she'riy tuyg'ular, she'riy imaklar orqali bir surat qilib chizib berilgan. Shu she'rdan keyin Vaychaning she'rlarini izchil men diqqat qilib kelgan endi. Bu qitim bu kitobniki mas'ul ma'ri bo'lish sharafiga erishdim. Ham bu jarayonda Vaychaning she'rlarini texnik bir ishkillab, sistemlik o'qish fursatiga erishdim endi. Mening his qilishimcha endi Vaychaning she'rlarida menda bir 3 alaylikni his qildim. Birinchisi, mush folklorniki xalq ig'iz adabiyatining ta'siri bir qadar kuchli. Vaychan o'z burun Muras jurnalida ishlagan, anan keyin mush xalq ig'iz adabiyat asarlarini to'plash, ratlash jihatida chiqqanda emgaklar bor. Nurg'un kitoblar nashr qilingan. Tabiiy yo'sinda mushu she'rlarga menda singan. Nurg'un she'rlar masalan 1 va 2 degan bir she'rlar bor. Anki qushlar degan she'rlar bor. Xalq qo'shoqlariniki bir xil tabiiy bir xil yo'sindagi alohidligi singan. Shundoq. Bu birsi. Yana birsi o'sha Vaychaning she'rlarida o'ziga sodiq bo'lish. O'ziniki ichki bir tuyg'ularni shuni ifodalashga ko'proq kuchaydi. Ham shoirlarda menda emas, o'ziga sodiq bo'lish, o'zining hissiyotini tabiiy yo'sinda aks ettirish. Shu ichida nima bo'lsa, shuni bir she'riy til, badiiy bir vositalar orqali ifodalab bersa, bu aldı o'ziga yargan she'r boshqalarning tabiiy yo'sin singadi. Üçüncü jihatning qanda bir she'rning men she'rning tegi yo'q deb qarayman. Uni ba'zi she'rning cho'qim bir cho'nqur mazmun ifodalangan bo'lsa yaxshi she'r. Ba'zi oddiy mazmun ifodalangan bo'lsa uni yaxshi she'r emas degil bo'lmaydi. Masalan bir ko'lchakda, tez ko'lchakda bir belijonlar piltonlab yursa, ashun bir go'zallik. Bir dengiz qarsak uning tegining qanchaligini bilmaymiz. Uningdan bir xil hayvatlik, bir xil sulkat bor. Demak she'rmi shu oddiy bir hissiyotni güzel ifadalab beralsa, shuni o'zi she'r bo'ldi endi. Men Vaychaning she'rlarini o'qiganda ba'zi oddiy mazmunlar bor, lekin güzel sizatgan. Masalan, o't ketdi menga bir kunimi? O she'rlari anki ba'zi cho'nqur mazmunli she'rlarim bor. Ko'pincha she'rlarda bir sodda xiyol, balalik mazgili mushu balqib turdi. Men bu Vaychaning she'rlarini o'qib, menma bir o'zim o'sgan bir sahro muhiti ko'z oldim keladi davomli. Buningda ham bir bolaligini eslash, mushu jihatdagi nimalarni go'zal bir xiyollarni badiiy yo'sinda biz sizib bergan. She'rni tushunish uchun avval uni o'qish kerak. Bir she'rni o'qish, uni ko'zimiz bilan anglash demakdir. Endi anglash xulqimiz bilan ko'rish demakdir. Albatta şu Avaz Oqya nomli she'rlar to'plamida Vaycha aka o'zingiz to'lim yaxshi ko'rib o'qiydigan, deklamatsiya qiladigan she'rlar cho'qim bor. Endi to'plamdagi she'rning hammasi balkim siz uchun nihoyat aziz, nihoyat yaxshi chiqqan she'rlar bo'lishi mumkin. Lekin shuning ichida yana o'zingiz zot qo'ldan tushirmay o'qiydigan, doim deklamatsiya qiladigan she'rlardan birani ko'rman do'stlarimizga sovg'a qilamiz. Shoir o'zininki hamma she'ridan razı bo'ladi, hamma menga razı bo'lmaydi. Chunki she'rning o'zi razı bo'lgan kunisi shoir uni yozmasa o'lgan kuni hisoblanadi. Ammo hozirgacha o'zimning she'rlarimdan bir razı bo'lib qolgan emas. Men yana shu bir izlanguchi deyman. Lekin endi
Shundaqtimi o'zimga bevosita ta'sir qilgan she'rlarni shu o'zimningki ko'z oldimdagi yoki o'zimning beshidan o'tgan ishlarni men tasvirlagan she'rlarni bir suyib o'qiyman. Shuna tasvirlab, shuna ifodalab berayapman deb o'zim azroq bir tasalli topadigan vaqtlarim bor. Bundan endi biz endi shu Shinjang universitetiga men 80-yili qabul qilinib shu jarayondan hozirgacha bo'lgan araliqda 32 yil shu vaqtda shu shahrimizda, shu Urumchida har xil xizmatlar bilan ishlab kelyapman. Endi har qatim yurtqa yilda bir ikki qatim berib, cho'nglarni yurtga salam, cho'nglarni yo'qlab qaytib kelamiz. Shu jarayonda endi men endi qallamga ta'sir qilgan bunday bir tim bor. Busimi har qatim men uyga kirgan vaqtimda, cho'nglarni yo'qlab uyga kirgan vaqtida onam intayin qiniga patmagan bir holatda meni kutib oldi. Putquli yerga tegmay ketdi. Ammo biz u yerda mangu o'tirolmaymiz. Bir necha vaqtdan keyin yo bir vaqt to'shqandan keyin biz qaytib uyga Urumchi tarafga safarga otamiz. Shu vaqtida uzitib chiqqan vaqtida bir ayrilish judolik chidamay ko'zlariga issiq yosh oladigan, bizga tilak tilaydigan shunday bir holat shekillandi. Bu ish 30 necha yilning mobaynida to'liq jiq takrorlandi. Shuni bir tema qilib men bir parcha she'r yozgan. Ammo she'rni o'qib bersam. Ona meni testi uzattın. Gözleringe issiq yosh elib, judolikning ig'ir dardini yeshing bilan qo'yding pash qilib. Qo'llaringni ko'tirding ko'kka, iqin sudek oqdi tiliking, go'yo qushdek ko'ksimga qo'ndi, beg'ishidan ajrab yuriking. Qiyomatning ichida qolding. O'shingni men elib ketdim, ko'nglingdagi siringni bilib, bir gulxanda men kuyib ketdim. O'ltirasan balki dard bilan, ikingni tizingga qo'yib, bu jahonda o'tmamdi zinhor, ona bag'ri balaga to'yib. Rahmat. Bu to'plamda o'qish jarayonida menga ta'sir qilgan she'rlar bor. Bunday she'rlar ko'p. Men shuning uchun o'zimga ta'sir qilgan she'rning birini o'qib beray. Ko'rman do'stlarga Ovoz o'qiyan nomli she'rdagi Qushlar degan she'rni dikilmasi qilib beray. Qo'nib baqsang beshimga qushlar. Daraxt bo'lib baqsam bir nafas, qoqshol bo'lib ketgan sheximdan ko'klab chiqsa yap-yeshil havas. Osmon so'zlab yurgan cho'chakni, so'zlab bersang tunlab uxlamay, ko'ksimdagi süpsüzük armon chichaklasa bir talma qalmay. Shamol tatliq purisa meni, nur o'ynasib yapriqim ara, qurib kasa tegi-tegidan yiltizimda ko'klagan yara. Qo'nib baqsang beshimga qushlar, bo'lib baqsan sen kabi yava, shoxlarimni biratdim tugal, solsang agar bahardun uva. Purib olsam tog'ning hidini, tosh biligan qanotlaringdan, yuragimga ko'z qo'yib baqsam shaq tamg'an o'ynoqlaringdan. Niyetingning xolis yeridan tumar isib qo'ysang bo'ynimga, bulut yargan parvozlaringni mangu hamra qilsam o'yimga. Qo'nib baqsang beshimga qushlar, qo'nib baqsa beshimga qalbim, oy bag'rida gulim echilsa, sana çaşqu qilib to'kardim. Ovozli o'qiyan nomli bu to'plamim tunji she'rlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Ulug'lar o'qirman bo'lganlar ulug'lar adib maydon keladi degan shama yaqin chiqib qoladi ekan. Voychanniki tutqa yo'li to'g'ri deb qarayman. Voycha aka Ovozli o'qiyan nomli she'rlar to'plamini o'qisam, bu she'rlar to'plamiga sizningki 1990-yillardan keyin yozgan she'rlaringiz kirgizilibdi. Siz baya 30 yıldan artıq she'r ijoddan shug'ullandim dedingiz. Men çoğun she'rlarga kirgizilgan, bu to'plam kirgizilgan she'rlar bir qadar az. Mush 90 yildan keyingi she'rlarni buning tanlab kirgizishingizda bir alayda sabab bormi? Buning da sabab bor. Endi men shu 30 yil jarayonida she'r yozdim, ammo shu
menimki ovozliq o'qiya nomli bu to'plamim tunji she'rlar to'plami bo'lib hisoblanadi. Endi men shu 30 yillik shu she'riyat ijodiyatimni 3 bosqichga bo'lib baktım. 80-yildan 90-yilgacha bo'lgan shu bosqichdagi ijodiyatimni mashq bosqichi deb bekitdim. 90-yildan 2000-yilgacha bo'lgan vaqtdagi bu ijodiyat jarayonini az to'la meva bergan vaqt deb hisoblanib. 3-bosqich 2000-yildan 2010-yilgacha bo'lgan bu 3-bosqichni men ijodiyatda tezlikdan cho'nqurlikqa, oddiylikdan murakkablikka yuzlangan bosqich deb mana bekitdim. Endi bir to'plam ishlashning o'zi shu she'rlar o'zimizning ijodiyatidagi nadir asarlarni to'plam qilib chiqarish degan shunday bir mening kallamda uzundan beri nima qilib yurgan turgan hamda shunday bir bo'lib turgan menda. Shunlashqam men ham buningda to'plam chiqqandan keyin cho'qim o'zimninki shu 30 yillik ijodiyatimga vakillik qildigan yaxshi she'rlarni shu to'plamga kirgizsam, balkim to'plamninki qimmati yaxshi bo'lar, o'qirmanlarninki o'qish va buningga tutgan pozitsiyasi marjiyatni yaxshi bo'lar, o'qirmanlarning olqishiga erisha degan shunday bir maqsadni chiqish qilib, men 80-yildan 90-yilgacha bo'lgan aniqdiki bu mashq deb sanalgan she'rlarni bu to'plamga kirgizishni men loyiq topmadim. Uning ustiga bu to'plamning o'zi haddan uni kirgizsam, haddan ziyoda hajm jihatdan cho'ng bo'lib kerak. Sifat jihatdan sal tushib ketadigan shunday bir nasıl o'ylab men bu she'rlarni qoldirib qo'ydim. Endi menimki she'rga tutgan pozitsiyam balkim shunday bir jarayonni bu she'rlarni bu to'plamga kirgizmaslikka sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deb qarayman endi. Demak, sizning she'rga qo'yilgan talabingizga qattiq ekanda. Nima uchun bunday qattiq qo'ysiz? Endi she'r ma'lum shoir orqali ijod qilingan bilan bu e'lon qilingandan keyin bu boshqalarningki butun xalqning avomning narsiga aylanib ketadi. She'rda odamni oldisa bu shoir uchun intayin bir nomusli ish bo'ladi. She'rda oldirsa nomusli ish bo'ladi deb qarayman. O'zingizning chin hissiyotini chiqish qilib turib yozgan she'rlaringiz o'zingizga ma'lum. Onu endi odatdagi bunday bir vaqtda bir san sifat bilan sifatlar o'ynashib ketmay, sanni chiqish qilib yozgan she'rlarning o'zini yana o'zingizga ma'lum. Endi bu narsani jamiyatga chiqqan biz xalqqa taqdim qilsak, o vaqtida xalq bunga boshqacha nazarda qarasa, demak bir shoirningki inovati tushdi degan gap. Shuningcha meningcha siz yig'lab yozgan she'rni cho'qim xalq yig'lab turib o'qiydi. Siz kulib turgan, shartga cho'mib turib, uyga kulib turgan dava yozgan she'ringizni xalq shartlab o'qiydi. Bu shuningcha meningki ijodiyatdagi birdan bir talabim cho'qim yaxshi bo'lish kerak. Yaxshi bo'lmagan narsalarni hargiz xalqqa taqdim qilishga bo'lmaydi deb qarayman. Balkim shu bizning sipimizdagi shoirlarning, adiblarningki o'ziga qo'ygan talabi menikidan qattiq bo'lishi mumkin. Ammo men shunday bir o'zimga qattiq talab qo'yib, bu she'rlarni birisi tanlashga diqqat qilaman, yana birisi buni oldirab tinab e'lon qilishni anchani o'qimayman. Bir mezgil tug'andan keyin shu bir qatim qayta bir o'qigan vaqtimda u mening oldimda yaxshi kerak mening hissiyotimni to'liq ifodalagan, mening fikrimni to'liq sharhlagan she'r bo'lsa, o chaqda bu e'lon qilinadi, qayta qo'lga ilinadi, bo'lmasa qolib qoladi. Vaychak akamning gapini bunda bir xulosa kelib qoldim Taratga. Ulug'lar o'qirman bo'lganda ulug'lar adib maydon keladi degan mashama yaqin chiqib qolar ekan. Mushu maslik qanday qaraysiz Taratga? Bu intayin muhim mesele. Biz okurmenler to'g'riliq hamda obzorchilarimiz olsun, adabiyot tadqiqotchilari shu jihatdan de tadqiqot bek az oldu. Amaliyotda bir adabiyotning taraqqiy qilishi okurmenlar qatlini mushuning munosabatli bo'ldi. Bizdan okurmenlarniki saviyasini bek tuvanchiqlashma to'g'ri emas. Endi okurmenlarning saviyasini bek yuqori deb bek yilqi badiiy jihatdan bek yuksaklikni qo'g'lashib ketsakmi, okurmenlarni olib qolamiz. Shunday. Hem bizim şu okurmenlerini o'ylash jihatda
shu adabiy ijodiyatma shu to'g'riliq bir o'yinish bosqichi keldi endi. Men deyman endi bir yozuvchilarning safosini o'stirish bilan birga o'qirmonlarning safosini o'stirish bu intayin muhim ekan. Paratga Ovoz O'qya nomli she'rlar to'plamining bosh qismida professor shoir Emin Ahmediy akaninki kirish so'zi bor ekan. Kirish so'zidagi mundaq bir ikki jumla mening diqqatimni tortib qoldi. Hamma odam ko'rib turadigan, anglab turadigan, o'ylab turadigan tabiat dunyosining, hamma odam ko'ngli biladigan, his qiladigan hayotlik olimining dal Voychan Osman foydalangan estetik imaglar orqali boshqacha julolanib ketganligiga qarab ayxonnas degim keldi. Ikkinchi jumla. Voychan Osmanning ovozli o'qya to'plamidagi imaglarning ko'pinchisi an'anaviy imaglar. Paratganda mush fursatda siz mushu imag masalasi to'g'riliq tafsilroq bir to'xtalib o'tamsiz. İmag atalgısı sırttan kirme söz bizlik. Bunu endi ma'nosini desek asli bir surat, badiiy surat degandek tushunsak bo'ladiki, buni bizdan chiqqan san'at lug'atida, bizning Shinjang ma'rifat nashriyatidan chiqqan, buni qalblik surat deb opdi. Bu so'zning aytib joyi tushgan. Lekin endi buni har xil tarjima qilib taqdiq. Lekin imag degan atalg'i bu xalqaro atalg'i ekan. Mayli ruslar bo'lsin, inglizlar, hatto turklarma imag deb ishlatadi ekan. Hatto bir imagizm she'riyatning bor. Shunday bo'lgandiki, bu so'zni o tarjim shaklida tushunsak, aman bir kasbiy atalg'i bo'lmay qoldi ekan. Shunda oxiri shu Uyg'ur adabiyotida shu imag deb qo'llandi, lug'atga imag deb ilindi. Imagni endi mening tushuncham bu shu ma'nosini tushunsak bo'ladi. Qalbdagi surat deb. Bu imag degan odatda bir manzira, narsa, mushu odat imag bo'lmaydi. Lekin bir shoirning, bir san'atkorning o'yinida u ashniki ro'yini ifodalab beradigan bir obrazga aylanganda o so'zga tilga kiradi. Demak, ashning o'zi imag. Endi imag deganda bunda bir amaliy misol bilan tushunsak bo'ldi. Boy siz o'qigan Qushlar degan she'rda mushunda nurg'un imaglar bor. Endi men mushunda birlashtirib turib amaliy misollar bilan tushuntirib qo'yamda. Qushlar degan she'rda buningda bir asosli imag daraxt. Bu daraxt hamda shu avtorning o'ziniki, bir ro'yi dunyosiniki bir narsa orqali tilga kirishi. Bundan boshqa shu imagni jonlantirib beradigan, yana kuchaytiradigan, masalan, qushlar va shamol, nur, anki yiltizimga ko'kligan yara, shoxlar, undan boshqa oy, gul degandek nurg'un imaglar bor. Bular yordamchi imag. Shu asosli imag shu daraxt. Men o'ylayman shu shoir Voychan Osman she'rni yozishdan burun cho'qim bir daraxt buning eng ta'sir qilgan. Demak, ashuni qilib turib, bu engida bir go'zal bir obraz, tuyg'ular paydo bo'lgan. Shundan keyin shuni daraxtni bir imag qilib turib, tanlab turib, buni bir badiiy imagga aylantirgan. Masalan, bizning xalq naqshlarida bunda bir tekst var. Osmonda oy bo'lib, jimi olamni tang ko'rsam. Piyolangda choy bo'lib, lavlaringni ko'ydirsam deb. Mushum qarmoqni oddiydak to'ni bilan mushuni imag jihatini tushunsak, osmonda oy bo'lib, demak oyning o'zi bir imag. Piyolangda choy bo'lib, choyning o'zi bir imag mashada. Amaliyotda nazariyalar chetdan kirgan. Lekin buningki asosiy gavdisi asli bu she'riyatningki asos nimasi? Yani o'zimizda. Buni o'zimizni topamiz. Imag deganman bizda bizningki shu she'riyatimizda to'lib yetibdi. Paratga shu Ovoz O'qya nomli to'plamdagi she'rlarning badiiy muvaffaqiyatidan qarab vaqtingizda shu to'plamdagi she'rlarni qandayroq uslubdagi she'rlar deb qarash kerak? Hozirgi Uyg'ur she'riyatimizning umumiy ko'lamini aytganda, yangi she'riyat bilan yo'l tutib yaxshi natijalarni yaratganlar bor. An'anaviy she'riyatda, masalan, g'azal shaklida yaxshi she'rlarni yozayotganlar bor. Men Voychanning she'rlariga men o'qishda mundaq tuyg'uga keldim. Men Voychanning bironamda shu folklor adabiyoti mushunda ko'p shug'ullangan xalq adabiyotini to'plashda shu an'ananing ta'sirimi xil qo'yiq. Bu shu Voychanning she'rlarida ohangdorlik, shu muzikadorlikni aytib kuchli yengil xalq qo'shoqlarininki alayliklarni o'ziga singdirgan. Yani bir jihatdan hamda Voychan shu yangi she'riyatning nurg'un muvaffaqiyatlarini o'ziga
mujassamlagan. Shunday bo'lganligi uchun bu she'rni o'qisak, ba'zi an'anaviy imaglar dedik, ko'narab ketgan, lekin bu yangi bir tusga kirgizgan. O'sha chet elning nurg'un she'riyat haqida, adabiyot haqida nurg'un nazariyalari bizga kiryotdi. Lekin har bir millatning o'zining adabiyotining xos bir nazariyasi bo'lishi kerak. Endi hamma nimamizni chet elning masalan imagizmninki uslublarga sepil ta'liq qilsak, menimcha ba'zi jihat mos kelmasligi mumkin edi. Shuning uchun shu imagizm shu atalg'an nim qilganda, masalan Voychaning she'rlarini hammasini imagizm qilib bog'lab da ta'liq qilish bu Voychaning umumiy she'riyatini ichib berishda yana ba'zi cheklim paydo qilib qo'ydi. Shuning uchun ham men deymanki, biz ham o'zimizniki Uyg'urlarniki she'rlarni ta'liq qilganda chet elning shu niqpagan nazariyalarga selishdan boshqa yana o'zimizning ba'zi bir nazariy tafakkur müştiyatini qezib beqishga, ifodalab beqishga tirishib baqsak bo'ldi deb qarayman. Xuddi Voychan apandi bu to'plamdagi shoir nomli she'rda o'z bag'riga cho'g'lisam deydi. Elib dardni mingning bag'ridan, ikki olam g'amini yeydi betamanna puchuq sag'ridan. Uning qalbi bahor vodisi, zimistonni chalar nay qilib, bu dunyoning gulguni uchun azoblarni ichar may qilib. Tönögündün etish uchun shoir bugun ilg'ar o'zini. Avval shoir tug'di sahar, ondin quyosh ochar yuzini deb yozganidek, shoir xalqning, xalq turmushining kuychisi, davrning va o'z ro'yitining vijdoni. Nodir fikrlik she'rlar, ilg'ar fikrlik aktual temadagi she'rlar bizning qalbimizni to'xtamasdan go'zal orzu, armonlar bilan, yuksak fazilat bilan zinnatlaydi. Qadrli ko'rgan do'stlar, sizlarning ovozliq o'qiya nomli to'plamdagi she'rlardan huzur elishinglarni, shundaqla nodir she'rlarni qalb huzuringlarda saqlashinglarni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Bugungi suhbatimiz mishad oxirlashdi. Xayr, xo'y, salomat bo'linglar. Boşmamsa. Ta'sirli galval muzika, mungsiz, to'rg'i chiqish. Hammani birlikda avjiga chiqarayli. Jumhur ko'chma aloqasi kuchur mutaxassisi. Dunyoga dangliq qo'mizorliq Saudiya Arabiston Madina Munavvar shahrining so'g'isi Ajva Nabrum qo'milari. Cho'nglar va balalar ishlatishga mos keladigan sivaq ish pastilari. Har xil tamdagi to'ya tayyor cho'plar. Jungodagi bosh vakolatchi o'rin Shinjon Solih xalqaro savdo cheklik shirkati. Dunyoga dangliq qo'mizorliq Saudiya Arabiston Madina Munavvar shahrining so'g'isi Ajva Nabrum qo'milari. Cho'nglar va balalar ishlatishga mos keladigan sivaq ish pastilari. Har xil tamdagi to'ya tayyor cho'plar. Jungodagi bosh vakolatchi o'rin Shinjon Solih xalqaro savdo cheklik shirkati. Arman bilen işlerimiz varmay Mulusul'un meşribide cür buludu bizlerge arman Yanak kokut tennin kuvveti Arman bilen açtı kımmeti Arman bilen açtı kımmeti Arman qadırdan çoğla kuvvet talqını.